Voy maşallah xonadonimizni go'zalligini ko'ringlar. Hali bir marta ham yashalmagan yangi xonadonimizni srochniga juda ham zo'r narxlarda sotuvga chiqyapti. O'zim darvozaxonasini ko'ringlar. Rim stulli, ancha-muncha mashinani sig'dirsanglar bo'ladi. Darvozamizga ham baho berasizlar. Eng zo'rlari o'rnatilgan. Chap tarafida o'zini yashil hudud uchun joylarigacha yetarli darajada. Qani kelinglar, marhamat. Xonadonimizga kirib kelar ekanmiz. O'zini kattagina keng darvozaxonamizni kutib oladi. Yerlarimizni burchatkalarigacha qilib qo'yilgan, sokinli qavatimizga granit toshlar, travertinlarimizga baho berasizlar. Xonadon egalari o'zimiz uchun deb qilishgan eng sifatli eshiklarni o'rnatishgan. Deraza romlarini. Mana shu eshigimizdan 10 millionga aylangan ekan o'rtoqlar. Qani kelinglar, marhamat. Birinchi bo'lib sizlar bilan mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan mehmonxonamizni ko'rib o'tamiz. Kirib kelishimiz bilan kattagina keng mehmonxonamizni kutib oladi. Ishlatilgan remontlar ranglariga e'tibor berasizlar. Haqiqiy minimalizm uslubida yangi holatda turibdi o'rtoqlar. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi xonalarni ko'rib o'tamiz. Kelinglar, marhamat. Kirib kelishimiz bilan o'zini keng koridorimizni kutib oladi. Sizlar bilan ko'radigan birinchi xonamiz yotoqxona. Yotoqxonamizning ham kattaligi, kengligi, remontlar juda ham yaxshi holatda va ro'paramizda bo'ladigan bo'lsa, navbatdagi mehmonxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Ishlatilgan rangli remontlariga baho berasizlar. Kattagina mehmonxona va bu tarafda bo'ladigan bo'lsa, navbatdagi yotoqxonamizni ko'ringlar. Hozir chiroqlarni yoqib beraman sizlarga. Marhamat. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan, fayziga gap bo'lishi mumkin emas xonadonimizni. Va bu tarafda bo'ladigan bo'lsa, o'zini yuvinish xona va hojatxonasini ham ko'rsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Hozir chiroqlarigacha yoqib to'liq ko'rsatib o'tgan. Hamma ishlarni full qilib qo'yishgan, ko'ringlar. Mashalloh, gap bo'lishi mumkin emas. Narxi va shishkalar narxda chiqyapti o'rtoqlar. Srochniga pul yechish uchun juda ham chiroyli narxlarda beryapti egalari. Foydalanib qolsangiz bo'ladi. Va bu tarafda bo'ladigan bo'lsa, ayollarimiz uchun mo'ljallangan yozgi oshxonamiz. Baho berasizlar, kengligiga, kattaligiga, ovqatlanib o'tirish uchun joylari bilan birgalikda. Va ochiq hovlimizni ko'ringlar o'rtoqlar. Eng maza qiladigan tarafi mana shu joy bo'ladi. Devorlarimizda naqshlar bilan, dekorlar bilan boplab qo'yishgan, o'rtamizda yashil hudud, keng joy tashlab ketilgan. Bu tarafda bo'lsa, bankalarni sklad sifatida ishlatish uchun qo'yib qo'yish uchun o'zini bitta keng xonasi tashlab ketilgan, ko'ringlar. Juda ham zo'r. Va bu tarafda yozgi oshxonamizda joylashgan. Qozon, o'choq, manganlari bilan birgalikda. Marhamat. Ayollarimiz maza qilishar ekan lekin. Va yonida umumiy yuvinish xona va hojatxonamizda joylashgan. Hamma ishlarni qilib qo'yishgan, ko'ringlar. Va tashqi hojatxonamizda xonadonimizni ko'rib turibsizlar, 5 sotqqa boplab qurib qo'yishgan o'rtoqlar. Hali bir marta ham yashalmagan yangi xonadon. Narxiga keladigan bo'lsa, mana shunaqangi xonadonlar hozirgi kunda 125 ming, 130 mingdan kamiga topa olmaysizlar. Hozirgi paytda srochniga egalar pul yechish uchungina 90 ming so'rashyapti. Zo'r narx, foydalanib qolish kerak. Har doim ham bunaqangi xonadonlar sotuvga chiqavermaydi. Kimga qiziq bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri xonadon egalarini o'zlariga aloqaga chiqinglar. Har doimdan kelib joyida savdosini qiladigan bo'lsalar, ozgina kelishtirib o'tib beradigan joyi bo'ladi.